Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda 16 doktorxona Wuhan virusini davolash o'rni qilib bekitilgan. Xitoy elchixonasining Borsadagi fotosurat ko'rgazmasi amaldan qoldirildi. Tailand soqchilari turmadan qochmoqchi bo'lgan 7 nafar Uyg'urning dilosini sotga topshirdi. O'zbekistonda yangi hukumat qurildi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Xalqarada Wuhan virusi deb atılayotgan yangi tipdagi tajizmon virus bilan yuqumlanuvchilar soni tez surat bilan ko'paymoqda. Xitoy hukumatining bu virus masalasida yetarli darajada ochiq oshkor bo'lmayotganligi haqidagi xabarlar mazkur virusning zodi qanchalik doirada kengayganligi haqida turli gumon va andishlarni paydo qilmoqda. 23-yanvar kuni atalmish Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik hukumat Sharq Turkistonda 2 kishining Wuhan virusi bilan yuqumlanib karantinga ilinganligini e'lon qilgan. Bugungi xabarlardan qaraganda Sharq Turkistondagi har qaysi viloyat, oblast, shaharlarda yangi tipdagi tajizmon virus bilan yuqumlanuvchilarni davolash bo'yicha 16 doktorxonaning tizimligini e'lon qilib, diagnoz qo'yish o'rni va 212 davolash apparatida qizitma ambulatoriyasi ochilgan. Tangirtog to'rining xabar qilishicha 23-yanvar kuni tushdan keyin atalmish Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik partkom bosh sekretari Chin Chuangoning yetakchiligida jiddiy yig'in chaqirib, bu vaqtdagi xizmatlarni o'rinlashtirgan. Chin Chuango so'zida siyosiy yuksaklikda chang turib, Xi Jinping ideyasidan tavrab ketmaslikni, muqimlik qat'iy kapolatli qilishni ta'kidlagan. Chet ellardagi kuzatuvchilar va Sharq Turkistonning vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan tadqiqotchilarning qarashicha, Sharq Turkistonda yo'l qo'yilgan bu tadbirlar kasallik ahvolining jiddiyligidan darak berdiganligini, agar lagerlar tarqalsa, ichinishlik fojia yuz berish haqida o'z andishlarini ifodalagan. Xitoyning Anqara turishlik elchixonasi Turkiyaning Bursa shahri Osman G'azi rayonida ko'rgazma ochishni talab qilgan. Rayonlik hukumatning tasdiqi bilan Xitoy elchixonasi Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yillik munosabati bilan o'tkazilgan Borsadagi fotosurat ko'rgazmasining ochilish murosimining 22-yanvar kuni tushdan keyin soat 3 da o'tkazilganligi to'g'risida uqtirish tarqatgan. Bursa Ulug'dog universitetidagi o'quvchilar bu e'lonni ko'rgandan keyin Bursa shahri Osman G'azi rayonlik hukumatidan Xitoy ko'rgazma qo'ydigan fotosuratlarni tafsiliy ko'rib chiqqandan keyin ondan ularga ruxsat berishni talab qilgan. Bursa Ulug'dog universitetidagi Uyg'ur o'quvchilarining vakili Abdulqodir Abdulkerimning bildirishicha, Bursa shaharlik hukumat boshlig'i Mustafa Dundar apandining Xitoy elchixonasining bu qitimliq fotosurat ko'rgazmasida ko'rgazma qilmoqchi bo'lgan suratlarni ko'rgandan keyin ko'rgazmani darhol bekor qilgan. Osman G'azi rayonlik hukumatning muavin raisi Jem Kurshad Hasanog'lu Xitoy elchixonasining dastlabda Xitoy madaniyat ko'rgazmasi ochimiz deb ruxsat olganligi, keyin fotosuratlarni tekshirganida soxta mazmundagi suratlarning bayqalganligini, mazkur fotosuratlarda atalmish Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonidagi Uyg'urlarning baxtli yashayotganligi, Xitoyning Uyg'urlarni har jihatdan taraqqiy qildirganligi tashviq qilinganligini, o'zlarining bularni bayqagandan keyin ularning fotosurat ko'rgazmasini bekor qilganligini bildirgan. Bursa shahri Turkiyadagi Uyg'ur o'quvchilar eng ko'p o'qiydigan shaharlardan biri bo'lib, Bursadagi Uyg'ur o'quvchilar hozirgacha Osman G'azi rayonlik hukumatining yordami bilan Xitoyga qarshi ko'p qatim namoyish va matbuot bayonot e'lon qilish yig'inlari o'tkazgan. Osman G'azi rayonlik hukumat Xitoy elchixonasining Bursa Fath muzeyida o'tkazmoqchi bo'lgan fotosurat ko'rgazmasini bekor qilgandan keyin Uyg'ur o'quvchilarining vakili Abdulqodir Abdulkerim boshchiligidagi bir guruh Uyg'urlar Fath muzeyiga berib, oy yulduzliq ko'k bayroq osgan. Yaqindan buyon Xitoy hukumati Turk xalqining Uyg'urlar bo'lgan ko'z qarashini o'zgartirishga urinib kelayotganligi, Xitoy diplomatlari izchil holda turk diplomatlar, ommaviy tashkilot mas'ullari va siyosatchilar bilan ko'rishib, Uyg'urlarning baxtli yashayotganligini anglashga tirishmoqda ekan. Uyg'ur o'quvchilarining bildirishicha, jazo lagerlari masalasi o'tirg'i chiqqandan buyon 3 yil ichida Bursada Xitoyga qarshi 50 dan ortiq qatim faoliyat o'tkazilgan ekan. Tailand soqchi doiralari yaqinda Tailandning Mukdahan rayonidagi musofirlar qamoqxonasidan qochishga uringan 7 nafar Uyg'urning dilosini sudga topshirgan. Erkin Osiyo radiosining egilishicha, Mukdahan rayonlik soqchi idorasining xodimi Udun Chakaik bu 7 nafar Uyg'urning musofirlarni tutib turish markazidan qochishga uringanligi uchun Mukdahan turmasiga o'tkazilganligini va ularning dilosini sudga topshirilganligini, shundaqla turmadan qochishga urinish jinoyati bilan 2 yillik qamoq jazosiga hukm qilinish ehtimolligi borligini bildirgan. Tailand doiralari 10-yanvar kuni Tailandning Mukdahan o'lkasiga qarashli Muang rayonidagi musofirlar qamoqxonasida tutib turilayotgan 7 nafar Uyg'ur musofirning qamoqxonadan qochganligini, uzun o'tmayla ularning hammasi oldi-keyni bo'lib tutilganligini e'lon qilgan. Tailanddagi kishilik huquq organlaridan biri bo'lgan Xalqni kuchlantirish fondi jamiyati boshlig'i Chalida Tajarunsuk yaqinda bu 7 nafar Uyg'urni bevosita ziyorat qilgan bo'lib, uning Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida bu Uyg'urlarning musofirlar markazidagi intayin nachar sharoitlar tufaylidan qochishga majbur bo'lganligini, musofirlarni tutib turish o'rnining to'limi qisqanchilik ekanligini, ularning 4 yildan beri kun ko'rmaganligini, bu Uyg'urlarning maqsadining Malayziya yoki Turkiyaga ketish ekanligini bildirgan. Tailand Mukdahan ülkelik köşmeler dairələrinin bildirişçə, qamoqxonadan qaçqan 7 nəfər Uyğur musafiri 22 və 38 yaşlı aralığında olub, ular hazır Tailandның oxşamağan joylardakı 4 musafirlar mərkəzində tutub turilayotgan cəmi 50 nəfər Uyğur tutqunlarının bir qismi ekan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abdulla Aripov boshchiligida qurilgan yangi hukumat a'zolarini tasdiqladi. O'zbekiston prezidentligidan e'lon qilingan bayonotda Mirziyevning O'zbekiston parlamentining Tuvan qanoti qonun majlisidagi muzokaradan keyin sunilgan yangi hukumat a'zolariga aloqador qarornomani tasdiqlaganligi bildirildi. Abdulla Aripov qaytadan bosh ministr bo'lgan hukumat qarornomasida 4 muavin bosh ministr, 21 ministr va 10 davlat komiteti boshliqlari tayinlangan. O'zbekistonda 2019-yili 22 dekabrda o'tkazilgan saylovlardan keyin yangi ministerlar kabineti qurib chiqish uchun hukumat istiqbo berib, o'tkazilgan umumiy saylovlarning g'olibi Liberal Demokratchilar partiyasining nomzodi Abdullah Aripov O'zbekiston parlamenti tomonidan qayta bosh ministerlikka tayinlangan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.